Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli yurtdoshlar, do'stlar, bizlar Apple avtomobiliga kelib turibdi. Do'stlar, videomizdan bir like bosib qo'yamiz. Kanalimizga do'stlar yangi bo'lsanizlar, kanalimizga obuna bo'lib qo'yamiz. Do'stlar, oq svetini makkalib qo'ydik. 2023-yil eng full bo'ladi. Do'stlar, mashinamiz 100% rodnoy. Tayyorki ruxsatnomalar ham bor do'stlar. Hurmatli obunachilarimiz, masalan, salon qismi akkuratli mat yo'l turibdi. Yaldirab ketganlar yo'q. Do'stlar, mashinamiz 45.000 kilometr turibdi. O'zini halol yurgani. Do'stlar, mashinamizning bahosini 375 million so'mga qo'ydik. Avtokrediti 95-100 million atrofida chiqadi. Mashina qiziqadigan uchun telefon bilan pastga yozib qoldiramiz. Telefonlar chiqarlashib kelasiz do'stlar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.